Bu siz? Ha, bu siz. Lekin do'stlaringiz, atrofdagi yaqinlaringiz, hayot sinovlari, odamlarning g'aybati, o'sha odamning sizga qilgan nohaqligi va bu siz. Voy, senga nima bo'ldi? Yaxshimisan? Menga qarachi, o'zingga kimga qopsan-ku? Voy, uzr. Kechirgin meni. Men kutmagandim. Sen juda ham yaxshisan. Sen juda mehribonsan. Sen o'zingga kelishing kerak. Xo'p. Lekin hammasi endi yaxshi bo'lganida sen bunaqa qilmasliging kerak edi. Sendan charchadim. Boshqa ayol faqat meni baxtli qila oladi. Va siz qo'ysiz siz. Endi siz juda yolg'iz va yarimta.